Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bilasizlar, 6 yildan buyon Turkiya migratsiyasi bo'yicha kontent qilaman. Juda ko'p yurtdoshlarimizni Turkiyada nohaq tuhmatlar bilan ayblanganda yonini olib chiqqanman. Bu safar O'zbekiston fuqarosi emas, Turkiya fuqarosini o'zini oqlashga yordam beryapman. Bu kishi Mehmetbey, Turkiyadan kelgan. Bu kishi Ali O'zbek ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda, Telegramda, Instagramda ancha faol. Menbek Nazarahmatov tanıysizlar. Xullas, bu kishi Turkiyada O'zbekiston fuqarosi bilan tanishgan, gaplashgan. Shu bilan 1 million dollar atrofida pulga tushgan. Abi kaç ay oldu Türkiye'ye geldiğinizde? Yani 2,5 yıldır buraya gelip gidiyorum. 4 aydır buradayım. Mahkemelerle uğraşıyorum. Bir sonuç çıkmıyor. Defalarca mahkemeler açıyoruz. Şikayetlerde bulunuyoruz. Tehdit, şantaj edildiğim halde. Mesela dün gece propiskam olan bir ev basıldı. Adreslerim bulunuyor. Boşanma davam devam ediyor. Ondan sonra alacak davam devam ediyor. Polisten güvenlik istiyorum, can güvenliği istiyorum. Yani yok. Bu kishi O'zbekistonda Namangandan bir opa bilan tanishgan, O'zbekiston fuqarosi. U kishini ham eshitdim men, Instagramda gaplashdim. O videoga chiqasizmi o'zida oqlashingizga? Ya'ni men faqat bu Turkiyadagi odam bilan gaplashsam, odamlar bu tomonni ham eshiting deb qolishi mumkin. Lekin u kishi xohlamadi. Qudalarim bor, videoga chiqmayman, men o'zim oqlamayman, sudga bersa beraversin dedi. Hozir Turkiyada, Namanganda ham ichki ishlarga murojaat qilingan. Bu kishi tomonidan advokat ham tutgan bu kishi и Toshkentda ham 102 qilingan. Faqat bu kishini o'zini emas, bu kishini dan tashqari hozir ijtimoiy tarmoqlarda alakani ham dahshat haqorat qilgan. Postlarni ko'rsanglar, bunaqa gaplarga uncha odam chidolmaydi. Agar shaxsan menga unaqa kommentlar yozsa, menga bunaqa postlar qo'yilsa, men rasmlarimni qo'yib, bunaqa videolar qo'ysa, men aniq 102 bilan qutulmasdim. Og'ir jinoyat qilib qo'ygan bo'lardim. Voqea shunaqa bo'lgan. Endi men sizlarga tushuntirib beray. 2022-2023 yilda bu kishi Turkiyada O'zbekistonlik bir oilaga yordam bergan. O'zbekistonlik ayolda bir o'g'il, bir qizi bo'lgan. Shaxsan qizi bilan gaplashdim. Endi ayolni o'zim shaxsan qizi bilan gaplashdim. Haqiqatan ular Turkiyada qiyin vaziyatda qolganda bu kishi yordam bergan. Ijaraga uy tutib bergan. Oziq-ovqat bilan ta'minlagan. Juda ko'p yordamlar qilganda, keyin eng boshlanishi o'sha yerda bo'lgan. Bu kishini turmush o'rtog'im deb ijtimoiy tarmoqlarda video qo'yib yuborgan opa. O'zbekistonlik ayol. Shundan keyin bu kishini o'zini oilasi buzilgan. Turkiyalik oilasi. Voqea shunday bo'lganmi aka? Ha, xuddi shunaqa bo'lgan. Gapiraveraymi, davom ettiraveraymi? Ha, davom ettiraver. Shundan keyin bu kishini Turkiyalik oilasi, 25 yillik oilasi buzilgan, farzandlari, o'g'illar bilan orasi buzilgan. Bitta o'zbek ayoldi, bu kishi meni erim, mana menga uyimga produkt olib keldi deb ijtimoiy tarmoqlarga video, rasm qo'yib, atayin turk ayol tomonga bu kishini ayollarga bildirgan. Shu bilan bu kishini oilasi buzilgan. Keyin shu bordi keldilar, davom ettirgan keyin bu kishi o'zini turkiyalik ayol bilan ajrashgandan keyin endi ancha boyliklari bo'lgan. Pullarini O'zbekistondan ham, ya'ni O'zbekistondan, Turkiyadan chiqarib O'zbekistondan narsa olish, ko'chmas pul olish, biznes qilish uchun shu ayol orqali, yurtdoshimiz orqali O'zbekistonga yuborgan. Investitsiya kiritgan. Farg'onada nima degan bor? Namanganda nima edi? Afsonalar vodiysi. Namanganda Afsonalar vodiysidan bu kishi 5 ta uy olish uchun pul jo'natgan. Etapda 234 ming dollar berib o'tgan. 5 ev, bir traker araba. 5 ta uy, bir trekker mashina. Evet. İlk defa kaç para gönderdiniz? 234 bin dolar. Kiminle gönderdiniz o parayı? Akmal Yuldasev'le gönderdim. Türkiye'de o kuyumcu. Onu polis çağırdı, video aldı. Ben Mehmet Bey'den parayı aldım. Nedir? Nurmatova'ya verdim. Annesi Feride Kambarova'ya ben parayı verdim. 230 ming dollarni berib yuborgan bu kishi. Perevod qilgan 230 ming dollarni zargar orqali, tillachi orqali. İsmi kimdi? Akmalmi? Akmal Yo'ldoshev. Akmal aka orqali pulni perevod qilgan. Akmal aka Turkiyada politsiyada tan olgan. Men haqiqatan ham 230 ming dollar pulni bu kishidan olib O'zbekistonga o'sha ayolga chiqarib yubordim, onasiga deb tan olib o'tiribdi u kishi. 230 ming dollar, sonra kaç para gönder? 230 ming dollar dekont var mı? Var, Akmal Yuldasev'in patronun hesabına yatırdım. 230 ming dollarını
Bu kishi Akmalni Turkiyadagi boshlig'iga jo'natgan O'zbekistonga chiqarish uchun. Ya'ni bunga cheklar, dekontlar bor hammasi. Men hammasini ko'rganman, videolarni. Men bilasizlar, dalil isbot ko'rmasam bu narsani qilmayman. Undan sonra kaç para gönderdiniz? Ondan sonra abi başka evler için bir 80 bin dolar var. Bir tane BYD araba var. Ondan sonra bir 50 bin dolar var. Kızımın borcunu öde, damadıma bir araba al, 50 bin doları vereyim. Ondan sonra bir 21 bin dolar var. 8 bin dolar, 10 bin dolar, böyle parça parça paralar var. Hamma cheklariga, to'lovlariga kvitantsiyalari bor. Men opa bilan gaplashsam mahr uchun deyapti-da. Endi audiolarda ham eshitdim, mahr uchun. Mahr uchun opani kaç tane çocuğu var onun? Sözünü kestim Beknazar abi. 4 tane çocuğu olan, Ha, bunu söylüyorum abi. 7 koca değiştirmiş bir kadına bir adam 10 tane ev, 6 tane araba mihir verir mi? Tasavvur qilyapsizlarmi? Aytyaptiki 4 ta farzandi bor deyapti. 5-6 marta turmush qurgan ayolga deyapti. Men deyapti. Qaysi sog'lom odam deyapti, mahrga 5 ta uy, bir mashina beradi deyapti. Men hech qanday mahrga deb aytganim yo'q. U opani o'zi bu kishiga ne diye para sordu abi sizden? Yani nima uchun pul so'ragan so'rayapti. Ne diye para sordu? Yani Özbekistan'a neden paraya yatırdınız? Özbekistan'a şöyle abi, benim yuvamı yıktı ya, işin doğrusunu söylüyorum. Eşim bütün benim banka hesaplarına bloka koydu. Parayı oradan bana dedi ki gel dedi, o parayı buraya yatırım yap. O paralarına değer koymasın. Buradan boşandıktan sonra malını satarsın. Elinde bir paran olur. O zamanın 24 liraydı dolar. Ben bir günde 5 milyon 800 bin Türk parası yolladım. Ve onların hepsini de borç yazdım. Ben Nedire'den paramı alamazsam Ekmel'den alabiliyorum. Faiziyle, hem de çok pis. Bana ödeyecek bunu. Ekmel bana borçlu. Ama o dürüst bir adam. Çok temiz bir adam. Ben bunu ona yapamam. Ben istesem paramın hepsini alırım Ekmel'den. Bir kısım gider, 300-400 bin dolarım gider. Problem değil ama ben Ekmel'den 30-40 milyon faiziyle para alabiliyorum şu anda. Bu kishi pulni Bunu yapmak istemiyorum. o'sha opa bu kishiga O'zbekistonda investitsiya kirit. Bu kishi aytayaptiki, oilam buzilgandan keyin endi bilasizlar, Turkiyada er xotin ajrashsa, xotini juda ko'p narsaga da'vo qiladi erdan. Bu kishi shu juda ko'p narsa hozirgacha shu turk xotiniga tazminot to'laydi. Endi o'zimda ozgina narsa qolsin, shu bir narsa sotib bir pulli bo'lib qolay deb opani maslahati bilan O'zbekistondan uy sotib olib, qayta sotishni rejalashtirgan, investitsiya qilish uchun. Shu maslahat bilan pullarni yuborgan. Ishonchnomasi ham bor. Notarius orqali bu kishining nomiga uy olish kerak bo'yicha ishonchnomasi ham bor. Uni ham ko'rdim men. Opa esa bu kishini kutmasdan uylarni hammasini o'zining nomiga olgan. Eng qizig'i, hammasini o'zining nomiga olib, bu kishiga aytganki, agar sening nomingga olsak, har bir uyga 3000 dollardan xarajati bo'ladi degan. Agar meni nomimga olsak, 200 dollar, 100 dollar atrofida xarajat bo'lar ekan, shu uylarni mening nomimga olaylik deb bu kishini kutib o'tirmasdan. Siz söyledinizmi yani, bekle ben geliyorum de. Evet, ben geldim. Mahmut Bey var hapishanelerde. Bu adam evet Ferganalı, Kokanlı bir adam. 1700 daire yapıyor. Ben Özbekçe bilmediğim, bu adamla konuşuyor. Ben tapula üzerime alacağım diyorum. Adam tamam diyor. Bana da diyor ki bu kadın kadastrosu hazır değil. Meğerse evleri üzerine almış. Benim haberim yok. Ben 5 ev parası yolladım. 3 tane 75 metrekare, bir tane 83, bir tane 100 metrekare, 99 metrekare. Bu bir tane 75, bir tane 83, 98 almış. 2 tane 75 yok. Ben 5 tane evin, 5 buzdolabı, 5 çamaşır makinesi, 5 televizyon, 5 evin perdesi, 5 yatak odası, 5 oturma odası, 18 bin dolar mobilyalara verdim sadece. Onlar da yok. Onlarını buraya gelip ondan sonra verdiniz. Hayır, onları da Türkiye'den gönderdim. O paralar. Ben bütün parayı Türkiye'den yolladım. Buraya geldiğim zaman diliminde kredi kartımdan kullan. Mesela bir eve bir ödeme yapacak, 20 bin dolar kredi kartımdan çektim. Yani 5 ta uy uchun ko'ryapsizlar, bitovoy texnika, xolodilnik, kir moshina, pardalar uchun ham pul olgan opa. Lekin bu kishi kelgandan keyin nomlar uylarda o'sha Afsonalar vodiysida Mahmud aka degan ekan qurayotgan ekan, 1700 ta uy quryapti deyapti o'sha paytlarda. Endi 2023'dimi abi? Evet, 2023'te abi. 2023'te bo'lgan. Kelib uylarni nomiga olaman desa, allaqachon bilasizlar, shartnoma qilsa endi uyni sotib olmaydi-yu. Hozir ham misol uchun Novostroyga kirsanglar, u yerga ulushdor bo'lib kirasizlar. Kadastrda uy tayyor bo'lgandan keyin beradi. Bu kishi kirib uyni men nomga o'tkiz deganda aytgan u kishi, hali uylar tayyor emas, kadastr yo'q. Shartnoma shu opa bilan qilingan bo'lgan. Bittikten sonra neden sizin nomingizni vermedi? Uy bitgandan sonra, evler bittikten sonra. Abi vermedi. Dedi sen bana
beni kullanıp kaçarsın, resmi nikah yapacaksın. Yapmam dedim sana. Çünkü annesi bunun bana başka bir erkekle evli olduğunu söyledi. Annesine beni oğlunun patronu demiş. Sen kimsin oğlum? Ben dedim kocasıyım. Nasıl olur dedi, Abdullah Saparov bunun kocası. Abi ondan sonra ben bu malları Ha, siz buraya geldikten annesinden öğrendiniz. Evet annesi, ben hiçbir şey bilmiyordum. Bana annesi söyledi. Bu evli oğlum. Benimle evli, Türkiye'den buraya geliyor. Gelmeden adam arıyor diyor. Kızın diyor, niye cevap vermiyor telefonuma? Hatta adamla Nedire benim yanımda uyurken adam aradı gece 3.30'da. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoqqa kelgandan keyin bu kishi endi shu kelgandan keyin bilgan. Aynen 2023-yildan bu kishi shu opani onasidan bilganki oilali ekanligini. Bu yoqqa kelgandan keyin O'zbek opani uyiga borsa, onasi aytayaptiki, sen bunga uylana olmaysan, sen buni eri bo'lishing mumkin emas. Meni qizim erga tekkan, eri bor. Sen o'g'lini, bu kishi o'sha opani o'g'lini patronisan-ku sen, ish berursan. Ya'ni nabarasini boshlig'i deb o'ylagan bu kishini. Shunaqa. Shunaqa deb tushuntirgan. O'zbekistondagi oilalariga bu odamni erim deb aytmagan. Mahmut Bey'e de öyle söylemiş. Afsanenin sahibine kocam dememiş. Mahmud Beyga, Afsonalar vodiysidagi o'sha Novostroykan qurayotgan odamga ham bu kishini turmush o'rtog'im emas, boshlig'im. O'g'limni boshlig'i deb aytgan. Mahmut Abi Bey- ne zaman bu nikoh yaptınız bu? Abi daha yeni. Yo'q, shar'iy nikoh var ya. Şerri nikah 2023'ün 5 Şubat'ta abi. 2023 5-fevralda ular Evet. shar'iy nikoh qilgan. Evet, o zaman evliymiş bu kadın. O zaman Kargocu bir adamla Namangan'da. Adamla ben konuştum, görüştüm. Bütün kocalarını buldum abi. Hepsini topladım, hepsine yemek ısmarladım. Kaç kişi? Abi benimle 6. Seninle 6 kişi. Evet. Oturdunuz, yemek yediniz. Ben ısmarladım abi. Hepsine harçlık verdim. Arabalarına benzin koydum. Aynen. Kundosh. Hepsinin arabalarına benzin koydum. Kundaş 10 emas, gün kundaş yemek yedirdim erkekler. adamlara. Kundosh. kundosh erkaklar yig'ilib, bu kishi aytayaptiki, endi men da'vo qilmayapman, biz Alibek bilan faqat bu kishini qo'llarida faktlarni ko'rib hayron qolyapmiz. Bu kishidan tashqari yana 5 ta turmush o'rtog'i bo'lgan ekan. Men o'zi bu mavzuni olib chiqmasdim. Abi o adamlarla davacı. Lekin bu odam o'zbek ayolga, o'zbekka yordam berganda, boshida yordam berganda men shunga asabiylashyapman. Kvartira bergan, ovqat bergan, non bergan, yaxshi uyga jihozlab joylashtirgan. Shuncha yordam qilgan, O'zbekistondan uy olaman, investitsiya kiritaman deb pul yuborganda oxirga kelib u opa aytayaptiki, menga mahrga berdi deyapti-da. Mahrga buncha pul berilmaydi. Buncha 5 ta uy, bitta mashinani puli mahrga berilmaydi. Ya benim arkadaşım evlendi abi Namangan'da. 35 yaşında 18 yaşında kız aldı. Kız oğlan kız. Vallahi bir tane ev aldı 30 bin dolara. Agar mahr bo'lganda ham opaga aytyapti, opa mahr bo'lsa qani aytganmidi sizga mahr desam, uni ko'rsatmayapti-da opa. Yo'q. Men deyapti shuncha yil yashadim shu bilan. Xo'p, biz shuncha yil yashagan bo'lsangiz, mana shuncha yil ham 2 yil deylik yashagan bo'lsangiz, bitta uyda oling opa. Bitta mashinani oling opa. Qolganini bering bunga jabr bo'lmasin. Endi bu ham shu yordam qilaman deb bir faqirga, o'zbekka yordam beraman deb kelgan. Bunchalik qilmang. Deyapsiz. Endi shaxsan bizga, masalan, menga bir moddiy manfaati yo'q, alakaga ham moddiy manfaati yo'q. Bizga umuman farqi yo'q. Men komment yozganimdim, alakani videosiga kirib vaziyatni o'rganay deb komment yozdim. Bir 200 kishi like bosdi. Keyin TikTokda ham yozyapti odamlar, shu nima bo'ldi shu Mehmetbek. Mana shu Mehmetbek videolarda chiqqan, alakani videosida chiqqan odam. O'zbek ayollari meni aldadi deb video qilgandi. O'sha Nodir opa bilan ham gaplashdim, telefon qildim. Aytdim, opa, insof sari baraka, iltimos. Buni mayli, bitta 99 kvadratli uyingizni olib qoling, o'zingiz yashab turgan uyni, qolgan mollarni qaytarib bering. 10 ta qo'lingiz, barmog'ingizni og'zingizga tiqmang, insof bilan bo'lsin hammasi deb aytdim. Tushuntirsam, menga qara, qo'lingdan nima keladi dedi. Qo'lingdan kelganini qil dedi menga. Hozir Facebookda polni meni tahqirlab, haqorat qilib, har xil postlar, kommentlar yozib asabimni buzyapti. Men sabrli bo'laman, sabr qilaman shu paytgacha. Lekin bu yog'iga agar o'zini yig'ishtirib, haqiqatdan men kelishib, buni haqqini qaytarib berib, o'zini haqqini olib, agar shu videodan keyin kelishadigan bo'lsa, kelishsin. Hozir juda katta srokka aniq qilib ketish ehtimoli bor, qamalish ehtimoli bor. Ogohlantiryapmiz. Buni hozir biza SGBga ham, DXXga ham yozilgan. Prokuraturaga, Oliy prokuraturaga ham yozilgan, ichki ishlarga ham yozilgan. Hozir tergovchi telefon qilyapti, kecha tergovchi telefon qilyapti. Yonimizda ikkalamiz birgamiz. Beraber oturuyoruz. Avukatımın tergovcu arıyor benim yanımda. Gel ifadem var. Bir saniye. Tergovchi men Mehmet Bey o'tiribmiz, advokat ham bor.
telefon qildim, bizdan telefon nomerini olib telefon qildi. Shu qadar yolg'onchiki, siz ustingizdan shikoyat bo'lgan dot. Kim yozibdi desa, Mehmetbey, Mehmetbey meni erim bo'ladi dot. Hop, eringiz bo'lsa o'sha shikoyat qildi ustingizdan desa, "O meni yonimda-yu" dot. Ya bu kishi bilan birga telefon qilyapsizlar. Ha. Tergovchi uchalangiz. Ha, yolg'on shunaqa yolg'on gapirdi. Erim yonimda meni dot, Namanganda dot. Yo'q edi dot. Ani qanday bosib qo'ydi? Yoningizdami desa, ha, Namanganda dot. Ha bo'ldi, birga kelaylik unda dot. Geldi bana yalvardı diyor. Yalvardı, ağladı, eve Yalinib aldı. keldi-yu, meni oldimga dot. Shunaqa ham yolg'onchi bo'ladimi, kazzob? O'shanga jahlim chiqib ketyapti. Sizga ham masalan qancha yolg'onlar. Men o'zim olganman. Bunga erga tegishimdan oldin olganman deganmidi? Shuni qaranglar, opani o'zi menga Instagramdan yozgan ekan. Bularni videolari chiqmasdan, hali bu kishi O'zbekistonga kelib shikoyat qilib, ichki ishlarga murojaat qilmasdan oldin menga opa adashmasam shu qishlarda yozgan ekan. Beknazar, meni nomimda uyimni Turkiyada erim sotyordi, men sotib olgan uyimni. Shunaqa bo'lishi mumkinmi deb. Men aytdim, "Yo'q, mumkin emas" dedim. Endi qaranglar. Haqiqatan ham bu kishi opani nomiga uy olib bergan Turkiyada. Evet. 2 tane evdimi? 2 tane ev verdim. 2 tane uy olib bergan. Oturum izni için yaptık oturum onu. izni uchun olib bergan. Birini ben sattım. Birinde o sattı, aldı paramı kaçtı. Altınlarla beraber. Men onaga telefon qildim. Annemin babamın altınlarında. Emlakchiga telefon qildim bu kishidan nomerni olib. İstanbulda. İstanbuldagi emlakchiga telefon qildimda aytdim. Nodira opaga uyni kim olib berdi dedim. Mehmetbey dedi. Qara durust gapir dedim. Meni dedim Turkiyada ham O'zbekistonda advokatim bor. Yolg'on aralashmasin dedim. Opani o'zi senga pul berdimi dedim. Yo'q dedi. Menga opa dedi, birisi bergan yo'q. Mehmetbey oldi uylarni pullarini Mehmetbey to'ladi. Ikkita uyga ham Mehmetbey pul to'ladi. Uylar ikkalasi ham o'sha opani yashash ruxsatnomasi uchun qilindi deyapti. Opa menga uyni o'zim oldim dedi. Turkiyadan shu $80.000, ikkinchi evlar kaç paraydı abi? Abi ev 160 bin dolara, birini 90 bin dolara satmış. Hatta emlakçı size şunu söyledi. Ben ablayı çok iyi tanıyorum. Ablaya 2 tane ben kiralık ev tuttum. En son tuttuğu evin 4-5 aylık kirasını ve elektrik suyunu ödememişti. Mehmet Bey Allah rızası için ödedi. Yani o emlakçı ham shikoyat qildi-da, pullarimni bermay ketdi. Uyda 8 bin dolar da emlakçıyı dolandırmış. Bu kishi to'lab bergan, u kishi opa yashab kelganini. Eng bu yoqda qiziq narsa, bu yerda misol uchun agar bitta 3 ta erkak bitta ayolni g'iybat qilayotganga o'xshab ko'rinishimiz mumkin. Lekin opani o'ziga aytdim, opa bu ijtimoiy tarmoqlarga chiqishini to'xtatib, o'tirib gaplashaylik desam, men ko'rishmayman siz bilan dedi. Hozir u kishi umuman jiddiy qabul qilmayapti, lekin Facebookda bu kishini dahshat haqorat qilgan bir 8-9 ta Instagramni ochib tashlagan, Facebookni ochib tashlaganman. Birinchi men qo'rqdim birinchi, meni ham tuhmat qilsa nima qilaman deb. Keyin o'ylab qoldim, menga qancha tuhmatlar bo'lmagan. Qanchadan qancha tuhmatlar bo'lmagan menga, u bir ikkita odamdan onasidan qo'rqmayman. Bu yerda manfaatdor joyim yo'q. Savollaringni kommentga yozaveringlar. Shu videoni qayerda kelsanglar ham, keyingi videoda albatta har bir savolga isboti, dalili bilan javob beramiz. Hozir ish tergovda. Tergovchi telefon qilgan, bu kishi bugun kelish kerak bo'lgan o'z ixtiyorlari bilan. Evet. Bugun Toshkentga o'z ixtiyorlari bilan kelmasa, endi u kishini ushlab olib keladi. Hozir opam ham ko'radi bu videoni, chunki Instagramda meni kuzatadilar. Meni bir opadan bir ana tomonim yo'q. Bir tanimayman. Misol shaxsan ko'rmaganman. Instagramda kim savol bersa men javob beraveraman. Menga uni kimligini ahamiyati yo'q. Bu Turkda ham mana kecha ko'rishdik. Kechqurun bugun mana ikkinchi marta ko'rishib turibmiz. Kecha video qilmadim chunki kecha polni dalillarni ko'rdim. Oqshom bilan o'yladim, opaga yozdim, opa ular ertaga ko'rishaylik, video qilaylik, nima deysiz desam, qilsangiz qilavering dedi. Turibdi, qilsangiz qilavering, menga farqi yo'q dedi. Çünkü elinde bir şey yok abi. Elinde bir şey Hozir yok. qo'lida hamma faktlari bor. O'zbekistonga pul yuborgan, o'rtadagi odam endi katta pulni bankdan yuborib bo'lmaydi-yu, valyutchik orqali yuborgan, valyutchikdan men ola olaman deyapti bu kishi. Men bu valyutchik, lekin u odam to'g'ri odam deyapti. Men qanday qilib deyapti, uni ham tushirishim mumkin deyapti. U o'zbek ayol meni tushirdi deyapti. Men undan olishim kerak bo'ldi. U valyutchikdan misol uchun olishim mumkin deyapti. Lekin bu ayol bu yerda deyapti, ham uni tushirsa, ham meni tushirsa, u noto'g'ri bo'lib qoladi, adolatsizlik bo'lib qoladi deyapti. Hoş, şimdi siz kaç para istiyorsunuz yani? Beknazar abi bütün benden aldığı evleri, paralarımı istiyorum yani. Toplam kaç para mesela? 1 milyon dolar paramı verecek abi yani. Yok, dava açtınız mesela. Mahkeme. 600 bin dolar abi. 595 Şimdi şöyle bir yalan çıkarmış bir haftadır. Benim 2 tane oğlum vardı. İmam burada kocası. Abdülmennan Osmanov ismi. Artık gizliliği yok. Neden? O adam imam. Nedire'yle konuşuyorlar. Bana gülüyorlar. Türküde mi dolandırdın? Al çocukları Mısır'a git. İlimi öğrensin. Ya sen imamsın kardeşim. Bu karıyı boşanmış olabilirsin. Benimle evli. Sen bana nasıl gülersin? Yo abi o imam boş verin. Şimdi şöyle diyor. Bu imamın turizm şirketi var. Çok büyük parası var. Bütün bu evleri o bana aldı.
Şimdi bütün herkese bunu yayıyor. Abdülmenan Usmanov da mahkemeye çıkması lazım. Evleri Ya o mu onu aldı? yazdınız mı davada mesela? Tabii. Yani. Tabii bütün kocaları yazılı abi. Hepsi yazdı. Kızlarının babası da var abi, o da davacı. O adamı da mahvetmiş. Ha, bir yerde- Altınlarını, arabalarını. Opani qizlariga telefon qildim. Opani qizlari bor, 20 yoshdan 19. 20 Ha, yaşında. 19 yosh, 20 yosh qizi bor. Men qiziga telefon qildim. Qizi endi bu kishini o'sha Turkiyada yordam berganini bo'yniga olyapti qizi. Nonga pulimiz yo'q edi. Nonga pulimiz yo'q edi, Mehmetbek bizga yordam berdi deyapti. Opani qizi meni tanir ekan. Beknazar meni deyapti, ochig'ini aytaman, onam nohaqlik qilyapti. Bu uylarni hammasini Mehmetbek O'zbekistonda yotirim yopib, onamni maslahati bilan olgan. Puli borgan deyapti. Opani onasi ham bu kishini yonini olyapti. Bitta opani o'zi hozir o'sha bu kishiga men 1 so'm bermayman, bu kishini haqorat qilyapti, aytmagan gap qolmagan. Yo, meni nima haqorat qildi, men uni tushunmayapman. Bu kishiga yordam bergan odamni haqorat qilyapti. Bu kishi yordam beryapti. Bu kishini Adresini haqorat topib qilyapti. uyimga kelyapti. Bir ayolga ham tuhmat Bir qilgan-ku. ayol yordam bergan ekan, uni ham rasmi orqali adresini topib tuhmat. Buni bitta joyga anaqa propiskaga qo'ydim, uni ham adresini topyapti, uyini bosyapti. Kechqurun bo'layotgan. Bugun Gece ertalab 4'te mi bo'layotgan. bastı abi? Durmadı, adreslerimiz oluyor. Ben polise Kim demişim. beryapti bunga adresni? Can güvenliğim yok. Bunu hangi polis Qaysi veriyor? militsiya Bu bunga kishi adresni qayerga propiskaga qo'ysa, opa o'sha yerga boryapti. Mehmonxonaga borsa, mehmonxonaga yoki propiskaga qo'ysa, propiska O'zbekistonda ichki ishlardanmi kimdir bu opaga bu kishini yashash manzillarini aytyapti. Propiska. Shunday bo'lyaptimi hozir? Xuddi shunaqa bo'lyapti. Hozir mana Instagramda ham shu nechta qancha prosmotr bo'lib ketdi. 50% odam bu turk haq etdi bunga. O'zbeklarni anaqasini olibdi bu xotin. O'chini olibdi. O'zbeklarga shu turklar shuncha zulm qilyotdi. Ya ne aloqasi bor o'tdagi turklar bilan? O'tdagi turklar bilan. Tushundim. Ha, juda ko'pchilik o'sha bu kishini Turkiya fuqarosi bo'lgani uchun battar bo'lsin degan gaplarni yozyapti. O'zim ham ko'rdim. Qaranglar, men ham Turkiyaga kiritilmay qaytarilganman. Turkiyada 35 kun deportatsiya markazida nohaq o'tirib chiqqanman. Aslida olsa men ham Turkiyadan nafratlanishim kerak-da, chunki nohaq meni kirgizmasdan qaytarib yubordi. Bu kishi misol uchun alakam Turkiyada pullarni o'g'irlatgan, pasportlarini o'g'irlatgan, jomida yana. U nafrat boshqa narsa. Millatga qarshi bo'lmaydi nafrat. U misol uchun Turkiyadan baraka topgan. Men agar misol uchun Turkiyaga kirgizmay qaytarganda ham Turkiyadan baraka topganman. Hamma biladi men, chunki kosam oqarmagan joyda Turkiyadan mana shuncha daromad qilganman. U deport qilib yuborgani, meni kirgizmagani, sizga bir turk yomonlik qilgani, sizni turk sevgilingiz aldagani yo turk patroni sizga yomonlik qilgan alohida mavzu. Siz bu odamni turk demasdan o'zbek deb misol qilganingizni ham musulmon deydilar. bir begona deganingizni ham millatiga e'tibor bermasdan qaranglar. Yomon millat bo'lmaydi. Yomon shaxslar bo'ladi. Abi Özbek de Türk ya. Bitta shaxs butun boshli millatni tamsil qilmaydi. Turklar unaqa qildi, buni ham unaqa qilish kerak degan narsa yo'q. Savollaringni yozinglar. Qanaqa savollaring bo'lsa, misol uchun nimaga to'g'ri kelmayapti? Bu kishi rasmiy nikoh qilgan, o'tgan yili rasmiy nikoh qilgan, bo'shani ham rasmiy nikohda ham qizi ham aytdi opani, bu kishini qo'rqitib, majburlab, sen uchastkovoymi, kim tergovchimi qo'rqitib, Abi sahte. Homiladorman deb bo'yniga qo'yib, bu kishi bilan rasmiy nikoh qildirib olgan. Endi qizning aytishicha, endi bu kishini o'zbek Turkiyada normal boyligi bor ekan, qolgan boyliklarini ham olish uchun rasmiy nikoh qildirib olgan ekan. Endi shar'iy nikoh 2023-yilda bo'lgan, rasmiy nikoh o'tgan yili bo'lgan. Hozir bu kishi aytayaptiki, pullarimni, uylarimni ber o'sha investitsiya qilganlarini. Men ketay O'zbekistondan, men bu yerda yura olmayman desa, opa aytayaptiki, sen hech narsang yo'q. Men sen bilan yashaganim uchun, 2 yil, 3 yil sen bilan yashaganim uchun, qo'pol bo'lsa ham sen bilan yotib yurganim uchun, seni xotining bo'lganim uchun, sen majbursan meni qarzlarimni to'lashga. Men uylarni sotdim, qarzlarga to'ladim. 1 so'm pul yo'q senga. Bular hammasi mahrada men bilan yashashing uchun. Abi çok ses kayıtları var burada. Bütün malını mülkünü Men vereceğim. hammasini eshitib ko'rdim. O'sha opa dangal aytgan. O'zi tan olib turibdi. Nima qoldi menga desa, opa aytayaptiki, men qoldim senga. Ben kaldım sana diyor. Xotin qoldi senga faqat. Ben kaldım. 6 kocalı Nedire kaldı. Prosta tak bu odamning ustidan kulyapti. Hozir bu O'zbekistonda ham unaqa shahar bedarvoza emas, qonun bor. Bu kishi tergovchiga bergan, advokat tutgan. Lekin o'sha videoda komment bo'lgani uchun, muhokama bo'lgani uchun men kelib bu kishini eshitay dedim, dardini eshitay, sizlarga ham yetkazay dedim. Savollaring bo'lsa kommentda yozaveringlar, qanaqa savollaring bor? Yana bitta savollarni har birini bu kishiga o'qitib javob olaman faktlar bilan. Kommentga yozaveringlar shuning uchun. O'zbekistonda qonun ustuvor, jazo muqarrar. Hech kim qilgan jazosiga javob bermasdan qochib keta olmaydi. Hech xavotir olmanglar. Agar bu odam aybdor bo'lsa, bu odamni o'zini qamaymiz, kerak bo'lsa qamattiramiz.
agar haq yolg'on gapirayotgan bo'lsa. Evet. Biz hamma faktni ko'rib turganimiz uchun, bilib turganimiz uchun faktlarni o'shaning uchun bu odamga yordam qildik biz. Bo'lmasa bizga hech kim emas bu odam. Hech narsa va'da ham qilmayman. Men bir so'm pul olmayman bu odamga. Men bir so'm umid ham qilayotganim yo'q bu odamdan. Hamma joyda yozib yotibdi. Ali O'zbek bu turk pulini olib yeb yuribdi, unaqa qilyapti. Meni pulim xudoga shukr o'zimga yetarli. Endi men aralashdimmi? Misol uchun odamlar biladi, men turklarning yonini uncha-muncha olmayman. O'sha chunki kim haq bo'lsa shu mavzuga kiramanda. Uncha-muncha emas. 2 oydan beri shu mavzuni kuzatib bordim, o'qib bordim, opa bilan gaplashdim. Bular bilan ham kecha gaplashdim, faktlarni ko'rdim, emlakchiga telefon qildim, opani qiziga telefon qildim. Onasiga ham xohlasang telefon qilib beramiz dedim, aytdim, bo'ldi dedim. Shu yetadi. Menga isbotlab berishdan shart emas. Men bu yog'iga bunchalik isbotdan ko'p narsa bo'lmasa kerak. Shu mavzu shunaqa. Bu kishi O'zbekistondan ko'chmas mulk olish uchun 5 ta uyga pul yuborgan, mashinaga pul yuborgan. Opa aytayaptiki, bu pullarni menga mahrga berding. Sen bilan yashaganim uchun men bu uylarga haq etaman. Senga bir so'm yo'q deyapti. Bu kishi pullarni qaytarib olmoqchi, sudga bergan. Mavzu shu. Shuning uchun bu kishi ijtimoiy tarmoqlarda video qo'yib, o'zbek ayollarini boya haqorat qilgan, nima qilgan o'sha videosida? O'zbeklar emas. Imenda mana shu ayollar o'zini opani haqorat qilib video qilganda ko'pchilik o'zbeklar degan so'z yo'q og'zidan. Agar o'zbeklar chiqqan bo'lganda, men o'zim o'sha suvga otib yuborgan bo'lardim. O'zbeklar, salla, shoqol salla deganida, men o'zim o'sha suvga otib yuborgan bo'lardim. Unaqa gap o'zi yo'q. U videoni yaxshilab ko'ringlar. It surulari deb imenda o'sha Nodirani oilasi o'shanga tahdid qilganlar, kela olmaysan sen meni eshigimga, Namanganga kela olmaysan sen. Abi söylemem bir sakınca yoksa söyleyeyim. Söyleyin mesela. Diyor ki bizim diyor Özbekistan devleti Namangan'da kamyonlara bütün bizim mücahitleri doldurdu. Götürdü tarlalara kafasına sıktı. Benim amcam, babam yıllarca El-Kaide'den cezaevinde yattı. Beni böyle korkuttu abi. Beni 4 ay öncesinde bu Ali'yi tanıyana kadar. Sizi korkuttu. Evet abi benim annemi, babamı da böyle korkuttu. Tahdid qilgan, biz terroristmiz deb qo'rqitgan, duxuni olib qo'ygan, duxuni. Annem babam diyor oğlum gel orada seni öldürecekler. Annem felç oldu abi. Ota-onasini ham, bu kishini ota-onasiga ham video jo'natgan. Endi dahshat videolar bor. Santa baribir. Ishoning, shunaqa bir tema. Endi opani shaxsiy hayotini muhokama qilmayapmiz. U kishi nima qilgan, qayercha yerga tekkan, farzand. Biz mavzuni yorityapmiz. Agar u g'iybat bo'lganda bir dunyo mavzu faktlar bilan turibdi. Bu kishini qo'rqitgan. Pullarini so'rab olishga. Bu kishi to'g'ri, durust deb o'ylab pul yuborgan. U yotish, boshqa odam qo'pol bo'lsa ham bitta gap aytaman, 5 ta uyiga puli bor, mashinasi bor odamga. Abi 9 tane ev Namangan'da, 5 değil, 9. Bitta, ana hovlilar ham bor. 2 ta hovli bor, 2 ta qurilayotgan novostroyka uy bor. 2 ta uy hozir o'zini nomida. Traker araba var, BYD var, Kia araba var abi. Türkiye'de 2 tane araba var, hesabına yattı abi. Dekontları abi burada paylaşmışım. Adamlar borç olarak yazmış nedir ya. Bu video shu mavzu videoni shu yerda to'xtatamiz. Savollaring bo'lsa komment yozinglar. Keyingi videoda polni har bir kommentga javob berib bu kishidan fakt olamiz. Xohlasa o'sha opani o'zi yozsin kommentga, qani nima savollaringiz bor opa? Nimani biz gapirmadik shu yerda? Qayerda bir sizga bir ortiqcha tuhmat noto'g'ri joy bo'lsa, sizda men isbotim bor desangiz. Boyeva aytganimdek, boshida aytganimdek, men xolisman. Men xohlasa opani ham eshitishim mumkin. Video qo'yib. Mana video qilib chiqing. Men opani ham eshitishim mumkin. Agar bironta o'zbek ayoli bo'lsa, bekazar meni fikrim bor, meni savolim bor desa, ularni ham eshitishga roziman. Men xolis odamman. Bu kishi endi mana meni anchadan buyon kuzatib borar ekan, chunki opa meni aytgan ekan. Endi men haqimda bir gaplarni aytdi. Endi men uncha faktlarni ko'rmasam ishonmayman. Meni kim nima desa deyaversin. Abi bak hala diyor ki şimdi 2 gün sonra şu perşembe günü yani bugün değil yarın boşanma davam var. Boşanırım diyor. Babamla beni Ümre'ye yollayacaksın. Bana Bulgari set alacaksın. iPhone 17 kutusunda Pro Max alacaksın. Benden de özür dileyeceksin. Ulan aldatılan ben. Parası çalınan ben. İhanet edilen ben. Anamı ağlattın benim. Üstüne bir de para ver. Abi bu devlette adalet varsa. Bak şu anda Namangan'da 18 kişi bunu şikayet etmiş. Dosyalar yok piyasada. 18 kişinin dosyası kayıp yok. Bu Mehmet Yılmaz'ın 4. mahkemeye verişi. Bu kishi aytayaptiki, Namanganda shuncha shikoyati bor, lekin dosyalari yo'q deyapti. Namanganda kimdir bunga poddeshka qilyaptimi deb o'ylayapti opani. Bunga aniq kimdir poddeshka qilib. Abi 20 tane suç kaydı var.
mani adresim bitta muslima degan bitta singlimiz bunga yordam qilgan ekan, kommentda advokat topib berishga, uni rasmi orqali uni adresini borib uyiga topib boryapti. Keyin boshqa joyga men Qo'qonda propiska qildirsam, u yoqqa kecha даже bugun ertalab soat 4da kirib boryapti-da. Ali'nin arkadaşının evinde gösterdi beni. Kokanda Pro. U yoqqa propiskaga qo'ysam, o'tib topib Hozir boryapti. video necha daqiqa bo'ldi? Shu yerda Kim to'xtatamiz. yordam qilyapti bunga yoki mana shu davlat ichida mana kattaroq anaqada ishlaydiganlar ko'rsa bu videoni, iltimos sizlardan yordam so'rab kutib qolamiz. Mana shu narsaga jiddiy qaranglar, bu butun O'zbekistonni sharmanda qildi-ku bu ayollar.